Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi qadrdonlar. Iloji boricha videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun sizlardan shaxsan o'zim iltimos qilib chiqdim. Bitta insonni yo'qolgan ota-onasiga, oilasiga yordam beraylik. Aynan Irkutsk shahrida hozir 3 kundan beri biz qidiruv video qo'yganimizdan beri har kim har xil kommentariy yozyapti. Kommentariyalar orasida Peterda baliq zavodda deb qoldiribdi. Yana kimdir nimadir deb qoldiribdi. Keyin uni SMS kelibdi O'zbekistondagi otasini raqamiga. Urushga ketdim, dadajon meni kechiring deb. Lekin u bola yozishni bilmas ekan o'zi. Kimdir o'yin qilyapti. Ota-onasini fikricha yo u kimgadir uylanib, o'sha yerda bola chaqali bo'lib ota-onasiniga aldayapti, deyapti. Yo bo'lmasam kimdir uni qul qilib ishlatib telefonni olib qo'ygan deb o'ylashyapti. Urushga ketdi deb yozilgan gapda u bola даже yozishni bilmas ekan. Kim yozib bergan bo'lsa, maktab o'qituvchisi ham aloqaga chiqdi. Yozishni bilmaydi u bola, qanday yozdi ekan deb. Bexato yozganimda bir tomondan. Aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagilar, iltimos qilgan bo'lardim. Video ko'rganinglarga yarasha shunchaki like bosib tarqatib yordam beryapsizlar, lekin bilib bilmay kommentariy yozib ataylab unaqa odam chalg'itadigan kommentariyalar yozmanglar. Bu ota-onani qalbidan nima o'tayotganini siz bilmaysiz. Oddiy bitta o'tirgan tikuvchi ignasini yo'qotsa 1 soat izlaydi ignasini. Hozir biz bu yerda farzand izlayapmiz, bolani izlayapmiz. To'g'ri, u yosh bola emas. Cho'yanov Muhriddin Mashrabjon o'g'li yosh bola emas, lekin bu hozir yosh bola 6 yoshli bolani qilig'ini qilyapti ota-onasiga nisbatan. Agar haqiqatan Muhriddin bu senga meni обращением, agar sen haqiqatan uylangan bo'lsang, ota-onangga telefon qilib, bolang chaqang bo'lgan bo'lsa, ota-onangga telefon qilib to'g'ri tushuntir. Seni ota-onang bir umr tushunib kelgan, seni xohishlaringni inobatga olgan, seni tinglagan, balki sen qanaqa fikrlaysan bilmadim. Bu seni o'ldirib, bu seni kechiradigandagi ayb emas. Sen kimgadir uylangan bo'lsang, bolang bo'lsa, bu seni hamma kechiradi. Nechtasi Rossiyaga uylanib bola chaqali bo'lyapti, hali birovni oq qilib, yo'qmasam gaplashmay o'zingni o'ldiga chiqarishing, bu seni muammoing yechimi degani emas. O'zimni o'ldiga chiqarsam bo'ldi, yopildi tema, ota-onam meni tek qo'yadi deb o'ylama. Seni ular mushtaqligingdan katta qilishgan, orzu havasli o'zida o'zi bo'lmaydi farzandni katta qilish. Sen qanaqa fikrlayapsan bilmadim. Men suratingga qaragan odam seni juda ham aqlli, dunyo qarashi keng, normalniy bola deb o'ylaydi, lekin sen qilayotgan ishing qaysi yoshdagi bolani nimasiga to'g'ri kelmaydi-da, unaqa bo'lmaydi. Mahalla, butun tuman senga qarab turibdi, qilayotgan qilig'ingni qarada. Nima keragi bor shunaqa bo'lar bo'lmas ishlarni qilish? Yana urushga ketdim deb yolg'onda akamiga SMS yozganingni qara. Ota-onangni ahmoq qilyapsan. Sen ota-onang yosh bolada, sen nima desang o'shanga ishonib ketadi deb o'ylayapsan. Ota-onang seni eshitmaguncha, seni tinglamaguncha hech qaysi gapga ishonmaydi. Bu yerda sen shunaqa qilib Rossiyani yomon ko'rsatyapsan. Urushga sen o'z xohishing bilan ketgan bo'lsang, ko'ngilli bo'lib ketyapsan, senga juda ham katta imkoniyat beriladi. Oila a'zolaring bilan gaplashish, telefonlashish, seni hech kim telefoningni olib qo'ymaydi. Sen urushga ketsa bular olib qo'yadi deb o'zingcha davlatni nima qilib ko'rsatmoqchi bo'lyapsan, yomon qilib ko'rsatmoqchi bo'lyapsan, adashasan ukajon. Urushga ketgan odam naborot bu yerda juda ham katta statusga ega bo'lgan bo'ladi. Hamma yoqda gap o'tadigan bo'ladi. Harbiy xizmatchilarni o'rni birinchi o'rinda Rossiyada. Urushga ketsang, senga pul beriladi, oila a'zolaringga telefon qilinadi, seni ota-onang ogohlantiriladi, karta beriladi senga har oy. Sen oilali insonsan, o'sha xotining bilan turmushing bor, qonuniy zaksing bor, xotiningga telefon qilinadi, sen ota-onangni chumo qilaman, bular hech narsani bilmaydi, Rossiyaga kelishmagan deganing bilan bizni chumo qila olmaysan. Biz bu yerda vaziyat qanaqaligini juda ham yaxshi bilamiz. Telefon qilib urushga ketdim degan bo'ldi, qozon yopildi, ketdi bor degan emas. Men sen shaxsiy anketingga MVDga zaпрос qilib jo'nattirdim. 3-4 kunda atveting keladi, sen qayerdasan, nima qilyapsan? Agar qonuniy qayddan o'tgan bo'lsang, qayerda bo'lsang, men seni topib olaman. Agar seni statusing hali ham migrant bo'lib, urushga ketmay ota-onangni aldayotgan bo'lsang, bu bo'yicha ham senga men jinoiy javobgarlik ochtirtiraman. Qarab tur, sen hazillashib qo'yibsan. Sen shunchaki telefon qilib ota-onangga, dadajon, onajon, shunaqa bo'lib qoldi, bir ahmoqlik qilib qo'ydim deb bir og'iz tushuntirsang, ota-onang tushunadi seni. Ota-onangni hozirda xavfi bolam o'ldi. Kimdir bolamni o'ldirdi yoki kimdir bolamni
bog'lab qo'yib ishlatyapti deb o'ylashyapti. Chunki sen hech qachon ota-onangni bunaqa xavotirga qo'ygan emas ekansan. Shu paytgacha ham Rossiyada ishlagan ekansan, shu paytgacha ham chetga chiqqan ekansan, lekin biron marta ota-onangga nisbatan bunaqa behurmatsizlik qilib, nahot onang ko'zing oldiga kelmayapti? Shu onazoringga ham rahming kelmayaptimi? Shu teshik ko'rsang tushib ketadigan bolalardan ekansanda, aytganingda belselingga ipsib bog'lardek tushib ketaverading teshikka. Nahot sani mushtaringdan katta qilgan onangga ham rahming kelmayaptimi? Men masalan, sen hayotimda ko'rmaganman, lekin men ota-onangga shunaqa rahmim kelyapti. Men hayron qoldim. Bunaqa bizda bunaqa Qorako'l tumanida bunaqa begurt bolalar chiqmagan edi. Bunaqa sen pazor qilyapsan, millatni pazor qilyapsan, bizning tumanni bolalarning obro'yini yerga to'kyapsan. Bilmadim. Teshikka tushib ketadigan bolalardan birinchisi sen bo'lding. Hech kim bunaqa teshikka tushib ketmagandi biz tomonda. Ha, opsan ruski xotin. Nima keragi bor yashirib? Maqtan, ko'rsat hammaga. Ayt ota-onangga, kallang uzib tashlamaydi ota-onang seni. Yana meni bir murojaatim Irkutskda yurgan vatandoshlarimizdan, keyin shu videolarni kuzatadigan vatandoshlarim, iltimos qilaman sizlardan. Bitta oilaga yordam beraylik. Bilaman, o'zbek xalqi juda ham mehribon, rahmdil. O'ta rahmdil xalq. Men xalqimni bilaman, necha yillar men xalqim bilan birga ishlab ko'rganman. Bizning xalqimizdek xalq yo'q bu yer yuzida. Qo'lingizdan kelsa, qayerda ko'rib qolgan bo'lsanglar ham, qayerdadir shu bolaga o'xshash odam ko'rsalaring ham borib, isming Muhriddinmi deb so'rab, qayerda ekanligini topib beringlar. Bu bola может uylangan bo'lib, yashirinib yurgan bo'lishi mumkin. Ekranga rasmini qo'yaman, bir xotin bilan ilakishib qolgan ekan. Может haqiqatan urushga ketgandir, lekin haqiqatan urushga ketgan gap yolg'on gap, chunki unaqa telefonda olib qo'ymaydi. Davlat naborot shahzodalardek ko'tarishadi. Urushga boradiganlarni obro'yi juda ham baland bo'ladi, telefonlar berishadi, hech qanday problemasi bo'lmaydi. Urushga borganlarni ko'ryapmiz, mana Instagramda ham nechtasini ko'ryapmiz. Как положенный videolarda qo'yib, shohona yashashyapti, pullarni ishlab, to'g'ri o'lgan o'lib ketyapti, lekin ko'ngillilarni o'limga jo'natmaydi. Ko'ngillilar unaqa qiyin joyga bormaydi ham. Ko'ngillilarga shans katta bo'ladi. Davlat himoya qilayotganligi uchun. Bu bola jinoyat qilmagan, bu bola ko'ngilli bo'lib urushga ketgan taqdirda ham bu bolaga unaqa yomon joylarga jo'natishmaydi. Bu bola o'yin deb o'ylayapti-da hayotni. Hali yosh deysiz, lekin hali yosh emasda, bu qarri yosh bo'lsa ham mayli, detskiy miya ekan, miyasi rivojlanmagan. Men seni hozir shunaqa so'kib, shunaqa haqorat qilib yuborardim-ku. Menga so'kma deyishganiga so'kmadim. Bo'lmasa boshqa odam bo'lganin hozir men astarimni chiqarib yuborardim, so'kib. Men o'zim zo'rdan turibman. Sen menga o'zimni zo'rdan turganimga shukr qilgan. Yomon so'kardim. Nu seni ornomsing uyg'onib qolarmikan, g'ururing uyg'onib qolarmikan desam, sen bolada g'ururi bor bolaga o'xshamayapsan. Pisib orqadan ish qilar ekansan, tamamday qilib ota-onangni, sen maqsadingni ayt bizga, biz shuni bilaylik, shunga qarab harakat qilamiz. Sen maqsading nima? Onangni o'ldirishmi, ota-onang tiriklarini o'ldirib yuborishmi? Nima xohlayapsan? Odamzod farzandini o'lguncha xavotir qiladi. O'lguncha sen haqiqatan seni qabrga tuproqqa qo'ysa, keyin ko'ngli xotirjam bo'lishi mumkin. O'ldim chiqaryapsan o'zingdan. Ato shunchaki sen ota-onangni aldab, meni haqimdagi nimasini unutsin, men bu yoqda teshikka kirib ketib maza qilib yashakay degan fikrga borma. Biz seni dakansa izlab topamiz. Men seni orqangdan tushdimmi, seni topaman. Sen zerikmasan, shunday yo'qolib qolmaysan, sen muncha olmassan yo tuproq zarrasi emassan. Qayerda bo'lsa ham topib olinadi, problema emas sen topish. Mayli, men seni orqangdan tushdim, mana endi ukajon o'zingni ehtiyot qilgin. Yaxshilikcha ota-onangga telefon qilib, vaziyatingni tushuntirib, aytib, eshit, ota-onang seni tushunadi. Yo, yaxshilikcha tushunmasang, orqangdan men tushdim, uzog'i 2 oyda men seni O'zbekistonga qopga soldirib, katta choy qop 50 kiloli choy qopida O'zbekistonga borasan. O'liging emas, tiriging boradi. Qaytib Rossiyaga kelmaydigan qilaman seni, shoshilmay turgin. Sen hazillashding. Yaxshilikcha senga vaqt ana 2-3 kunda o'ylab ko'rib, ota-onangga telefon qilib, vaziyatingni tushuntir. Lekin men sen orqangga tushdim. Deport san oxiring, boshqa hech narsa emas. Chunki sen normal bola emas ekansan. Sen hurmatingni bilmaydigan bola ekansan.